Sekinroq nima vahima qilasan? Ukang qayerda o'rtoq? Maktabda qayerda bo'lardi? Soat 2 da dars tugagan, soat 5 bo'ldi. Meni ham kam kelmadi. Yur, olib kelaylik. Yomon vahima kessanda, yurgandir billa, hozir keladi. O'rtoq, kiyinib chiqqan mashinada kutib turaman. Hop. Mana programma orqali kuzatib kelyapmiz. Hali ham to'xtagani yo'q. Ukam hozir belgilangan hududdan chiqib ketdi. Shuning uchun menga signal kelyapti. Ha, sen ukang telefoniga o'rnatib qo'ygansan, to'g'rimi? Ha, shuning uchun vahima qilyapman-da, tushunyapsanmi? Nega to'xtading? Shuna magazin kirib chiqay. Hozir kerakmi shu? Bo'la qolgan. Panika qilma o'rtoq. Shuna suv olib chaqib ketdi, maylimi? Voy xudo, bo'la qol. Hop. Tushunmadim. Больницаga olib keldimi? Ana o'tiribdi-yu sopasa. Nima qilib o'tiribsan bu yoqda? Menga qara. Nima bolani qo'rqitasan? Panikachi. Mana sopasa o'tiribdi-yu bo'ldi-de. Menga qara, o'rtog'ing qani? Shu bolani o'ziga qo'ysa-de. O'rtog'imni mashina urib ketdi. Nima? Sani ukangni aytibdi. Qachon? Darsdan keyin hamma uyiga ketyotdi. Bobur kompyuterga shoshildi. Bo'pti, Bobur. Bo'pti. Voy! Qayerda hozir u? Tuzumsan? Shoshmang, aka. Jarohat unchalik jiddiy emas. Faqat qo'li singan xolos. Rahmat. Pishirib qo'yibdimi kompyuterxonada? Ha? Hey. O'zingni bos. Sen bor. Mashinada o'tirib turinglar. Sen nimaga bolani uryapsan? Ko'rmaysanmi? Aybdorsan sen. Aybdorman? Nazoratsiz qoldirgansan bolani. Men dum bo'lib buni ertalabdan kechgacha ketida yura olmayman. Tushundingmi? Qaysi zamonda yashayapsan? Yo'l bo'yi senga nimani tushuntirib keldim? E'tibor ham berganing yo'q. Mana Child Tracker programmasi. Ukangni telefoniga o'rnatib qo'yasan. Qayerda yuribdi, kim bilan yuribdi, telefonda nima ko'ryapti, hammasini nazorat qilsa bo'ladi. Tushundingmi? Aslida-chi, bolalarda ayb yo'q. Hamma ayb befarq kattalarda.